Kenayi, biz basseynda cho'milmoqchi edik, kupalniklarimizni yuvib qo'yuvdingizmi? Olib chiqib bering. Yuvganman Azaza, hozir olib chiqib beraman. Menga qara, nima kislorodni bossan tinchlikmi? Desa, men bitimga keldi. Mana bunday yashaymanmi? Hali o'zim farzandli bo'lmaganman. Jiyanlarisiz kelaveradi mamnitga. Hali bu 5 mahal ovqat qil. Jon bitib ketmay kelaverishadi. Ona, shu akamga ham hayronman-da. Otam chiqib ketganlariga necha yil bo'ldi? Har yili yozda mana shu bolalarni biz ham uyga jo'natardi. Keyin olib kelib tashlab keturardi. Biz ham yashashimiz kerak bu uyda. Domda tursa, bolalarni buyoqqa jo'natib yubormaydi. Yo bo'lmasam, uchastka olsin. Mamnitda yeb ichar bor, yetkiza olmayman. Kelingiz bu yoqda charchab kelyapti. Hamma narsani, mana jiyanlarni narsa so'rayotibdi kelingizdan. O'g'lim, erkak kishini xotin buzarkan deb shuni aytisharkan-da. O'zingni esingdan chiqib qoldimi bu uynikida katta bo'lganing? Bolalar shunaqa bo'ladi. Yoshligida tog'asinikiga, xolasinikiga, buvsinikiga borgisi keladi-da. Bola shuni ikki quloq bilan eshitdim. Men bormay, meni orqamdan keladi. Men o'lib ketgandan keyinchi xavotir olmagin. Sani uyingga itam kelmaydi. Ertaga shu jiyanlaring katta bo'lganda-chi, yaxshi joylarga ishlarga kirib, sani oldinga 4 ta non ko'tarib kelsa, o'shanda bilasan. Bola, ko'nglingni kengroq qil. Xotiningga ham tushuntirgan. Arzimagan narsada jigarlarning o'rtasiga sovuvchilik tushmasin. Bola, qo'y endi unaqa qilmagan. Uni to'g'ri aytyapsiz. Shuni o'ylaymanman. Jiyanlarimni chaqiring, kelingiz bilan akvaparkga borib aylantirib kelaman. Cho'miltirib mazah qilishadi. Baraka top bola.